Hozir qo'limda urug'siz, danaksiz bo'lgan dunyoga mashhur Avatar uzumi turibdi. Buni yonida yana xorijiy nav Manukyur Finger uzumini ko'rib turibsizlar. Qolgan yashilarimizda mahalliy navlarimizni ko'rib turibsizlar. Demak, hozir xuddi mana shu uzumlarni ko'chatlari bor bo'lgan plantatsiyaga keldim. Kimga mana shu navdagi uzum ko'chatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, videoga hoziroq like bosib qo'ying va videoni oxirigacha ko'ring. Demak, biz Hoji Akbar aka bilan mana shu uzumlar haqida bugun gaplashamiz. Hoji Akbar aka, demak hozir ko'rib turibmiz, sizda har xil uzum mevalar turibdi, orqamizda uzumzor. Sizda hozir qanaqa uzum ko'chatlari bor? Avvalo bu navlar bilan birma-bir tanishtirib chiqsangiz. Ixtiyor aka, hozir bu yerda stolimizda, yashilarimizda o'zimizni oddiy Husayni, qoradamskilarimiz bog'da tugagan, deyarli tugagan bo'lsa-da, sredniy bo'lsa-da olib kelib ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Bu Avatar, Amerika navlari Avatar hamda Manukyur Finger. Bu yashigimizda esa ketmon sobi. Bu ketmon sobini sorti o'sha pilla sort, ya'ni pilladon bo'ladigan uzum navi. Bunisi esa oq kelin barmoq, oq damski navimiz. Oxirgi yashiklarimizda bu yerda mana F1 hamda Mers uzum navlarimiz bor. Bu yerda o'sha hosillari bor bo'lgan uzum navlarimiz. Bundan tashqari o'sha hosillari tugab qolgan uzum navlarimizning ko'chatlari. Qaysi navlar bor hozir bu yerda yo'q bo'lgan, qaysi uzumlarning ko'chatlari bor orqamizda? Bu yerda yo'q bo'lgan uzum navlarimizdan Shohona, Sog'diyona, qora kishmish, mayizbob navlar, toifa. Shu uzum navlarimiz xo'raki ko'rsatiladi. Xo'raki endi o'sha toifa endi asosan voha taraflarda ko'proq yetishtiriladi. Bizda misol vodiyda asosan Namangan, Yangiqo'rg'on tumanlarida ko'proq yetishtiriladi. Shu navlarimizda ko'chatlaridan bor. Hozir qarang, hozir dehqonlarimiz sizdan ko'chat olishadigan bo'lsa, ko'chatlar haqida ma'lumotlar kerak bo'ladi. Yani ko'chat holatini ko'rsatamiz hozir o'tib. Sizda shunaqa xizmat bormi? Aytaylik, ko'chatni ekib berish yoki bo'lmasam ekib berish bo'lmasa ham hosilga kirguncha bo'lgan konsultatsiyalar deymizmi, shunaqa xizmatlar bormi yo'qmi? Bizdan ko'chat olgan mijozlarimizga o'sha hosilni yetishtirib olguncha, misol uchun birinchi hosilini olguncha konsultatsiyalar bepul. Bemalol o'sha kesish, xomitok, qanday o'g'it berish, shular haqida ma'lumotlarni bemalol aloqaga chiqib so'rashlari mumkin bo'ladi. Ko'chatlarimizni endi xarid qilgan odamga dastavka xizmatlari, misol uchun yetkazib berish xizmatlarimiz O'zbekiston bo'yicha kerak bo'lsa qo'shni davlatlarga ham yetkazib berish imkoniyatimiz bor. Undan tashqari ekishga endi katta gektar bo'lsa, ekish xizmatimizni taklif qilishimiz mumkin bo'ladi. Misol 5 gektar, 10 gektar yerdagi maydonlarga uzum bog'larni tashkil qilmoqchi bo'lgan tadbirkorlarimiz, fermerlarimiz bo'lsa, ekish xizmatini kelishishimiz mumkin bo'ladi. Demak, endi uzum ko'chatlari ekilgan plantatsiyaga o'tamiz. U yerda Hoji Akbar aka ko'chatlar haqida yana ma'lumot berishadi va albatta uzum ko'chatlarining narxlarini aytishadi. Videoga like bosmagan bo'lsangiz, hoziroq like bosib, savollaringizni kommentariyaga yozib qo'ying. Biz demak ko'chatzorga o'tamiz. Demak, hozir Hoji Akbar aka bitta uzumni ko'chatini ko'chirishyapti. Bu yerda F1, ya'ni rizamatda eng yaxshi navi ko'chatlari bor. Umuman atrof to'liq ko'chatzor. Mana hozir ko'chatni ko'chiramiz. Mana haliga shubha gumon bo'lmasligi uchun qatorda boshidan birinchi ko'chatni ko'chiryapmiz. Hozir ildizini ko'ramiz qanaqaligini. Sizlar bilan birgalikda albatta. Mani uzmang, kadrni uzmang. Videoga bitta like bosib qo'ying. Mana ko'chatni uzib oldik. Faqatgina toshli shag'olli bo'lgani uchun hozirgina ushlarni qoldi. Lekin ildizi baquvvat. Umuman mana ko'chatga ham ahamiyat berishimiz mumkin. Buni xudo xolasa oktabrda, noyabrda oxiridan ekish boshlanadi. Ekilganda mintaqalarga qarab ko'mish kerak bo'lsa ko'miladi, bo'lmasam hozir ko'milmayapti ham, to'g'rimi? Ko'p hududlarda yo'q. Misol vodiyda deyarli ko'milgan. Chunki qish qanaqa kelyapti, unaqa sovuqlar ham yo'q. Endi Hoji Akbar aka nima deysiz? Bu uzum navi haqida ekish, yetishtirish nima maslahatlar berasiz? Ushbu qo'limizda ushlab turgan navimiz F1 navi, rizamat F1 navi. Rizamatda endi ikki xil turi bor. Rizamat otar, rizamat F1 deyiladi. Bu o'sha rizamat F1. Eng xaridorgir navi rizamatdi bu. Bozorda eng qimmat turadigan o'sha korzinkada 70 mingga chiqib ketadigan mana shu bo'ladi. Xuddi o'sha uzum bo'ladi.
Endi nima ekish haqida ma'lumot bersak aka, ekish o'sha oktyabrda oxirlaridan boshlanaveradi. Bu yerda hozir yarim metrgacha novdasini pishirgan. O'zi asli bizga mana bu kurtaklardan 4 dona kurtak yetadi. Ya'ni mana bu yangi kurtakdan 2 ta 3 ta kurtak yer qismiga kiradi. Ushbu Hozir ekish jarayonini shu yergacha ko'mishdan soat beryapsiz shunda? Ha. Ba'zilar mana bu yergacha ko'mish kerak deydi, hammada har xil fikr bildiryapti. Hozir siz demak shu yergacha ko'mishni maslahat berasiz, oktyabrda ekilayotganda tuproqni shu joygacha ekish kerak deyapsiz. Oktyabrda bo'ladimi, bahorda bo'ladimi, shu yergacha ekishni tavsiya qilaman. Sababi mana bu kurtaklardan yangi tomirlar chiqadi. Yana ham bu yerlarda ildizlar chiqarib, baquvvat bo'ladi yana. Albatta. Keyin tepasini mana shunday uzunligicha qoldirish kerak emas. Ikkita yoki bitta yoki ikkita kurtak qoldirib kesib olish kerak. Kuzda ekilganda ham bahorda ekilganda. Yerda yuzasida. Yerda yuzasida ikkita yoki bitta qoldirish kerak. Sababi, qarang. Mana bu kurtak hozir 7 ta 8 ta kurtak bo'lsa, bahorda hammasidan novda chiqaradi. Novda chiqarganda hammasiga mana bu 1 yoshli ko'chat, nafaqat 1 yoshli, 2 yoshli, 3 yoshli bo'lsa ham tanasiga naqani ozuqani yetkazib bera olmaydi. To'g'ri. Shuni hisobiga bitta yoki ikkita qo'yishni tavsiya qilamiz. Shunda ko'chatlar rivojlanishi zo'r bo'ladi. Mana bundayda ko'pchilik boshqa turdagi mevali daraxtlarda ham ko'chatini olishadi-da, kesish kerak desak, haligi kesganini nima qilishadi, tezroq o'ssin deb qoldirishadi. Hozir mana akani aytishi bo'yicha 2 ta 3 ta kurtak qoldirilganda, bu agar hozir joyini o'zgartiradi-da, boshqa mintaqadan borib boshqa hududga ekiladi. U yerga moslashib olish jarayonlari bor, joylashishi bor. O'sha jarayonda bu hozirgi mana shu turgan kurtaklarga butun boshli shoxlariga quvvat yetkazib bera olmaydi. Aka aytilgan joylardan kesilganda shoxlarni chiqaradi. Mana bu yoqda ildizni baquvvatligini hisobiga boyagi yangi chiqqan shoxlar jadal rivojlanib 2-3-yiliga borib allaqachon haqiqiy katta top ko'chatiga aylanadi. Xo'ja Akbar aka, demak, oktyabrda oxir noyabrda boshidan ko'chatlarni ekish mumkin. Albatta. Ekish stili qanaqa, ya'ni hajmi nechiga necha ekiladi va ekish chuqurligini qanaqa o'g'it berib, endi bilamiz fosforli o'g'it berish kerak, qay tartibda berish ularni? Ekishimiz aka 50 sm ga 50 sm qilib chuqur ko'vlaveramiz. Sxemasiga keladigan bo'lsak, sxemasi har xil turlari bor. Misol uchun vodiyda eng ko'p qo'llaniladigan tarbiya qilish yo'nalishimizga qarab har xil sxemalarda ekiladi. Misol uchun voha taraflarda asosan yer tok bo'ladi yoki tik shpallar usulida yetishtiriladi. Bizda esa o'sha so'ritok usulida yetishtiriladi. Bizda asosan 3 ga 3, 4 ga 3, 3 ga 2, 3,5 ga 2 shu sxemalardan foydalaniladi. Demak, o'sha 3 ga 2 hajmda ekilganda, 3 ga 3 ekilganda 1 gektarga 3 ga 2 sxemasida ekadigan bo'lsak, 1 gektarga 1650 dona uzum ko'chat ketadi. 1650 dona ko'chat ketadi 1 gektarga, tushunarli. Demak, hozir qanaqa navlar bor? Yana bir sanab bering. Umumiy bizda qaysi turdagi ko'chatlarga sotuv bor? Avval xorijiy navlar. Xorijiy navlardan hozirda Avatar hamda Manicure Finger yana boshqa navlarimiz bor. Ularni qo'ng'iroq qilib so'rashlari mumkin, chunki ular donaga xolos, ya'ni hovliga qiziqishga ekmoqchi bo'lganlarga xolos. Katta ob'yomda yo'q. Katta ob'yomda shu Manicure Finger hamda Avatar ko'chatlarimiz bor. Endi hozir bu yerda akani mana fikrlarini aytadigan bo'lsam, akani o'zi Manicure Finger Avatarni ekib, tajriba qilib, keyin mana katta ob'yomda yetishtirishyapti. Bu hozirgi o'sha kamroq turdagi boshqa xorijiy navlarni aka endi o'zi ekib, yetishtirib hosilni ko'radi, qay darajada xaridorgir, qay darajada xo'raki yo qay darajada mayzbob hammasini bilgandan keyingina o'sha umumiy gektarlab ekiladigan holatda odamlarga tavsiya qiladi. Chunki oldin o'zi ekib yetishtirib ko'rishyapti, keyin xalqqa tavsiya qilishyapti. Va mevasini ham ko'rsatdik o'zlarining bog'ida. Hozir ishkomni o'zida qolmaganligi uchun mana hozir sentyabr, oktyabrda o'rtasida turibmiz. Mana hozir o'shani hisobiga ishkomlarda yo'q, terilgan hosilni olib keldik. Albatta. Demak, narxlari haqida endi ozroq gapirasiz. Endi qanaqa bo'ladi? Katta hajmni olganda qancha bo'ladi? Eng asosiy kulminatsiyamiz. Endi qarang,
hozirda mahalliy navlarimizni, ko'chatlarimizni, ushbu ko'rib turgan ko'chatlaring 1 yoshli. Sotuvda qarang, tanasi bir qarishdan, ya'ni 20 santimetrdan yarim metr 60 santimetrgacha bo'ladi. Ya'ni ushbu ko'chatni ko'rsatib turib, ertaga o'sha 20 santimetr novda pishirgan ko'chatni olgan odam norozi bo'lmasligi kerak. Ya'ni aytilgan ko'rsatilgan ko'chatlarni ko'rsatib, o'sha narxini aytishimiz kerak. Narxlari mahalliy navlarda narxlari 3000 so'mdan boshlanadi. U yog'i qimmatlashib ketaveradi, naviga qarab, sifatiga qarab qimmatlashib ketaveradi. Endi yangi kirib kelgan, ya'ni chet el navlarini narxlarini endi qo'ng'iroq qilishsa, bemalol aloqaga chiqishsa, tushuntirib, aytib o'tib. Endi qarang, mana Hoji Akbar aka 3000 demang. Hozir umuman katta bog'larga uzumzor qilmoqchi bo'lganlarga buni yana ham kelishtirasiz, ya'ni hajmiga qarab, xarid qilish qobiliyatiga qarab. Aytaylik, sizdan 20 ming, 30 ming tub oladiganlarga arzonroq qilib berishingiz kerak baribir. Sal 3000 so'm qimmatroq aytyapsiz. Biz obunachilarimizga baribir yaxshiroq taklifni berishimiz kerak. Albatta, misol uchun 10 gektardan yuqori bo'lgan mijozlarimizga siz aytgandek, xudo xolasa, yaxshi chegirmalar, yaxshi narxlarda qilib beramiz. Endi xo'p, hozir bitta aytdingiz, xorijiy navlarda telefon qilishsa, narxini aytasiz. Endi hammada har xil savol bo'lishi mumkin. Hozir aka bilan o'zi bilan gaplashganimda aka aytishyaptiki, mahalliy navlarda ham xonadonlarga, hovlilarga oladigan narxlarga unaqa 3000 so'mdan to'g'ri kelmaydi, chunki tushuntirishdi. Bular o'sha uzum bog' boshqa joyda, plantatsiya, yashash joylari boshqa joyda. Masalan, sizni hovlingizga 8 tub yoki 10 tub kerak bo'lsa, bular kelishadi, ataylab o'nlab kilometr bosib ko'chirib, dastak farq chiqarib olishadi. O'shaning uchun ozroq bu yerda narxi o'ynaydi. O'shaning uchun sizga nechta tub kerak bo'lsa ham bemalol xijolat bo'lmay telefon qilavering, aka dastavka qilib beradi. Faqatgina narxida ozgina tafovut bo'ladi. Hozir aytilgan narx optim, ya'ni krupniy masshtabda oladigan xaridorlar uchun aytildi. Video foydali bo'layotgan bo'lsa bitta like bosib qo'ying. Akani o'zini bog'iga keldik. Akani o'zini profilini kommentariyada qoldirish iloji bo'lsa qoldiraman. Kirib ko'rsanglar, o'sha bog'ida qilingan videolari bor. Hammasini o'sha yerda ko'rishlaring mumkin bo'ladi. Hozircha salomat bo'linglar.